Lekin bitta nosi bor. Necha razmer kiyadigan bo'lsa, shu razmerni kiyish shart. 25 ta kostichkali bo'lgan lateks bandajini obzor qilib beramiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Kurchoklari o'shunaqa ikkitalik. Juda ham qattiq. Mana bunaqa tortganimizda ham qiyshayib ketmaydi. Ichki tomonlarini yana ko'rishimiz mumkin. XB bo'ladi. 25 ta kostichkasi bor. Bularni kiyish juda ham qulay. Mashina haydaganda ham bemalol pastga, tepaga korsetni o'zini surib olsak bo'ladi. Lekin bitta nosi bor. Necha razmer kiyadigan bo'lsangiz, shu razmerni kiyish shart. Qornimni yaxshi tortmayapti deb bir xilla o'ziga nisbatan kichkina razmer oladi. Kichkina razmer olgandan keyin orqa qismida juda ham katta bo'g'im paydo bo'ladi. Lateks korsetlarni qachon nimaga kiyishni bilmoqchi bo'lsanglar, bundan oldingi videolarimizni ko'ringlar, batafsil tushuntirib o'tganmiz. Obuna bo'lishni unutmang.